Bor jo'namas. Mikrofon o'chirgan. Anaqani so'rayapman. Anaqa bugungi tema nima razborga? Infobiznesmi? Да. Хорошо, давайте. Nima? Marketplace. Marketplace'lar. Nisha Да. marketplace. Hop. Hozir anaqada, to'g'rimi? Как ekspert pozitsiyasidan razbor qilyapmiz-da. Всё, хорошо. Хорошо. Точка. Adashmasam zapis qilgansiz, 2-3 ta zapis qildingiz siz. Yo'q, 13 ta. 13 ta zapis qilganmisiz? Yo'q. Qanaqa bo'lgan bular natijasi? Eng kami 10. Yo'q, adashim yo'q. 10 emas, 7 edimi? 7. 7 dan 39 gacha. 40 deb qo'yaman. Oxirgi 3 tasi qanaqa bo'ldi? Последний 3 потока. Oxirgi shu ikkitasi yaxshi bo'lmadi. Да, даже так. Oxirgi ikkitasi yaxshi bo'lmadi. Yaxshi bo'lmadi deganda nimasi yaxshi bo'lmadi? Minusdan chiqdingizmi? Yo'q, men minusdan chiqmaganman. Hop. Har gal zapuskda biza 10 ta zapuskachon, masalan 7 8 uzog'i pul tikkanman 1150. No, o'shanda 10, 12, 20, 25, 30 33 gacha ko'targanmiz. Undan keyingilariga o'sha katta tikdik. 7, 8, 10. No, shu 39 dan oshmadi. Oxirgisida biza 2300 tikdik. Shunisi 7000 bo'ldi. Undan oldingisida ham nech pul tikdik? Turkiyadaligimizda nech pul edi? 2300. O'sha nech pul edi? Ishlatgan pulimiz. 1900. 1,5 ming ekan undan oldingisi. Bu oxirgisi, undan oldingisida 1,5 ming ishlatdik. Bu yerda o'zi 1,5 mingdan 179 million bo'lsa, где-то 15 ming atrofida. Undan oldingisida 5 ming ishlatdik. 37 ming bo'ldimi? 37 ming. 37 ming bo'ldi. Bundan oldingisida mana 1,5 ming ishlatganimizda o'sha 8 mingga o'zi dekompozitsiya qilingan edi. Biz cho'ta ko'rmadik, srazi to'xtatdik deb o'tdi. Oxirigacha davom etmadik. Понятно. Anaqacha. Qanaqa qilib sotgansizlar? Strategiya qanaqa bo'lgan? Tak. O'zi mana shu 3 ta gachon orada shu noyabrda bir marta webinar qilganmiz. Ungachon faqat offline qilamiz. Telegram kanalda voice chat, keyin offline встреча bo'ladi. Bepulga где-то nechta odam kelsa ham 100 tagachon odam kelgan. O'sha yerda o'zida offline'da biz sotamiz. Хорошо, 100 ta odam kelganda anaqalarga, offline'larga nechta sotuv bo'lardi? 55% eng kam konversiya bo'lgan. Eng ko'pi 95.
yo'q. Da. Offlaynda yaxshi sotamiz. Sotaman o'zim. Tushunarli. Хорошо, yana nima bo'lyapti? Webinar что-то. Esdan chiqardi. Ha, o'sha. Shunaqa. Сразу. Нет. Сразу. Xo'p, dальше. Okey. Produkt cheki qanaqa? Produkti ichi uzumi 0 dan boshlab. Chek. Narxi. Ha, chek, uzr. Chek. Tarifi uchta bo'lsa kerak. Nima deysiz? Standart, premium, VIP, to'g'rimi? Ikki xil tarif bor. Onlayn, offlayn bor. 5 million, 9 million bo'lgan. Mana noyabrdan buyog'iga 5 million 9 million bo'lgan. Tak. Offlayn'i 9 million bo'lgan. Onlayn'i 5 million bo'lgan. Offlayn'i 9. 9 million. Bu Onlayn'i 5 million. Da. 5 million 9 million shunda. Da. Aha. Undan oldin 12, 15, 29, eng qimmati 39 milliongacha sotganman. Mentorство, что ли? Yo'q, kurs. Просто kursi o'zini 39 millionga sotgansiz. Offlaynni. Master gruppa bo'lmagan, farq yo'q. 9 millionlik narsani 39 million qilib sotganmisiz yo'q? Yo'q. 39 millionda. U kelayotgan odamni srogi masalan 2 oylik kurs emasda, davay menga 1 haftada sotib o'tib ber deydi. 1 haftada tezlashtirib o'tib berganim uchun 39 million olaman. Хорошо, tushunarli. Nechta odam yig'ildi shunda? Qaysinda? Maminda deydi, mana ketdi. Mashitda, Maminda, Maminda. Mana 2300likda 74 deydi adashmasam. Xo'p. Undan keyingisida 11-potokda nechta yig'di? 55 ta. Qaysi biri edi 11-potokingiz? Mana shu 1,5 minglik. 55 tami. Ha, 55 tami. Bunisi 30 ta. 30 ta, zato anaqa ham ko'proq ekan-a? Foydasi. Odam kamroq, zato foydasi ham ko'proq. Joyi almashtirmadikmi? Yo'q, joyi almashtirib qo'ydik. Qarang, 74 pastda, 55 o'rtada, mana 74 bilan 30 adashtirib qo'ydik. Tak. Joyina boradi 74. Dakika 74, to'g'rimi? Mana bitta 55 ta. Mana bitta 30 ta. Tushunarli. Shuna hayron qoldim. Yo'q, adashdi. 39 mingtachi? Unda 83 ta edi. Zo'r. Okey. Точка B. Qayerga qarab ketamiz? Nimaga qarab strategiya tuzamiz? Milliardga. Milliard. Okey. Hozirgi konfiguratsiya bilan agarda hisoblasak 1 milliard sotuv qilishingiz uchun 200 ta sotishingiz kerakmi? O'zingiz anaqa speaker sifatida to'kilib qolmaysizmi 200 tasi bilan? Tayyorda. Kurator qiladi. Хорошо, tushunarli. Biz asosan faqat mana shunaqa strategiya bo'lgan ekanda, kanalingizni sal taklif qilgansiz, offlayn taklif qilgansiz, shunda sotuv bo'lib yorilib ketgan ekanda. Хорошо, tushunarli. Bizda call center bo'lmagan. Отдел продажda muammo bo'lgan ekanda, значит. Men o'zim botda bizada endi o'zimni hozirgi anaqamdan kelib chiqib o'ylayman, что balki biza
klientni takoy oxirigacha olib borganmiz, sotuv qilardik. Bizaga pulni olib kelgan klientga sotganmiz faqat. Tushunarli. Offline встреча bo'ladi-ku. Da, tushundim. Savol. Samozapus qilganmisiz yoki kimdir bilan ishlaganmisiz? Yoki har bittasida har xilmi? То есть 13 ta zapus bo'lsa, 13 ta bizada ikkitasida prodyuser bilan ishladik. Qolgan hammasida o'zim qilganman. Ikkitasida qaysi natijalar bilan? То есть qaysi rezultatda u bolalar ta'sir qildi? U bolalar ta'sir qilmadi. Meni pulim просто kamaydi. Tak, yo'q, aytmoqchi bo'lganim, mana men bilan o'zingiz qilgansiz, to'g'rimi? Ha, o'zim qilganman. Men bilan ular qilgan, to'g'rimi? Yo'q, o'zim qilganman. Ha, uni o'zingiz qilgansiz. Ular bilan qilganim 33 ming bo'lgan, bitta qilganimiz 33 ming bo'lgan. Bitta qilganimiz shu 35 mingmi bo'lgan. Bular bu orada yana boshqalar. Notda xarajat ko'p bo'lganmi? Bo'lgan. Понятно. No, в принципе, просто men nima ideyani yetkazmoqchi edim, iloji boricha o'zingiz qilganingiz yaxshi-da. Kim hozir kimgadir, я вот последнее время to'g'risi hamma ekspertlarga shu narsani propagandировать qilmoqman, miyasiga quymoqman, что iloji boricha zapusklarni o'zingizlar qilganingiz yaxshi, mikro bo'lsa ham. Chunki одноразовый rezultat bo'lib qoladi-da, agar kimgadir topshirsangiz bu narsalarni. Xo'p, qarang. Nima qilgan bo'lardim? Na уровне стратегии и инструментов. Birinchisi, ko'pchilikda mana siz ham boshqalar ham qiladigan ishi bu faqat zapusklarda. То есть 2-3 oyda o'sha zapuskingizni qilasiz, to'g'rimi? Har oy. Har oy zapus qilasiz. Trafik bilan ishlaysizlarmi? Trafik bilanmi? Trafik bilan deysiz. Target bilan ishlaymiz-da. Nimaga olib kirasizlar odamlarni? Telegram kanal. Webinar, o'shani offline paytida, to'g'rimi? Telegramni o'zi oxirgi o'sha ikkita webinardan boshqa 2 marta o'zi webinar qilganman. Undan tashqari payt biz просто Telegram kanalga olib kiramiz, voice chat qilaman deb, keyin qaysidir kuni offline deyman. Keladi, sotaman, bo'ldi. Хорошо. Bir hafta 10 kun. Uzog'ima ko'p emas, bir hafta 10 kun. Bilasizmi, ko'pchilikda nimaga problema bo'lyapti, ana sotuv pasayib ketishida? Anaqa yo'q-da, tizimli ishlashmaydi. То есть sezonni kelgan paytida o'sha ishga tushadi, trafik olib kiradi, прогревini qiladi. То есть, как выглядит типичный запуск в O'zbekistonda? Mana qarang. Mana men pромежуток olsayda, misol uchun. 10 kun. Trafik. Ikkinchi pромежуток ketdi. 10 kun. Прогрев. И uchinchi etap. Прогрев плюс бесплатник. Бесплатник, bilasizlar, без разницы. Offline, онлайн вебинар, offline семинар, без разницы. И misol uchun там 10 kun dojim. И то dojim ham ko'pchilik qilmaydi. Sotuv bo'limi faqat qiladi. Обработка. O'shaning uchun ham rezultativность past. Men nima qilgan bo'lardim? Именно uzun bo'yicha, sizni temangiz bo'yicha, marketplacelar bo'yicha. Tak. Birinchisi, men yo'rg'u berardim. Ya'ni bu nima o'zi sistema? Что такое система вообще? То есть yangi termin, да? Yangi termin. Zapusklar qayerda, sistema qayerda. Buni ideyasi nimada? Bu sistema воронка. То есть yana sizga ishlab beradigan воронкалар-da. Misol uchun mana qarang. Ko'rgan bo'lsangiz, har xil воронкалар bor. Misol uchun lead magnitli воронка.
То есть sizda qanaqadir kreativlar bor, который doim ishlayveradi. U kreativlar sizga auditoriyani olib kirish uchun. То есть siz ularga lead magnet berasiz. Там за подписку misol uchunda подпискадан keyin botga olib tushasiz, botdan keyin misol uchun kanalga olib tushasizda, sizda постоянно nima shakllanadi? Baza. Auditoriya shakllanadi. Dальше siz bu воронканgiz bo'yicha ularga lead magnetlaringizni berasiz. Lead magnetlaringizdan keyin seriya pism который misol uchun sizni закрытый formatda hammasi предзаписga olib ketadi. Предзапись olib ketadi. Предзаписda siz уже o'zingizni flagmanskiy produktingizni, bu flagmanskiy produkt предзаписи, flagmanskiy produkt предзаписиga уже qanaqadir депозит olasiz. Или условия на каких-то там special offerlar berib, ularga zo'rroq takliflarni berib, уже anaqa qilib ketasiz. Qanaqadir дополнительный bonuslar bilan уже oldindan joyini to'ldirib ketaveradi. То есть sizda постоянно ishlaydigan воронка bo'ladi, который sizga shart emas постоянно там voice chat o'tkazish yoki там misol uchun offline o'tkazish. Sizda misol uchun уже запускingizda bitta etap emasda многоуровневый запуск bo'ladi, многоуровневый etap bo'ladi. То есть несколько окон продаж. Har xil. Men oxirida o'sha offline anaqangizni qo'shib ketsangiz bo'ladi-da. Misol uchun бесплатниkingizni. No, faqat bunisiga ishonib qolmaysiz-da. Sizda bundan tashqari undan oldingi etaplari ham bor. Misol uchun deylik, mana bu yerda закрытые продажи. Закрытые продажи через холодный трафик. Вот такие уже ikkinchi etap, qanaqadir платный seminar. Mana bu bazaga, misol uchun. O'sha bazaga keyin siz уже тоже флагманский продукtingizni berib ketsangiz bo'ladi. То есть bu уже второе окно продаж. Третье уже siz o'shani standартный metodingiz, прогрев, vся baza, yig'ilgan baza, to'plangan baza yig'iladi, ularga прогрев qilinadi, o'sha бесплатниkingiz sifatida o'sha offline produktingizni taqdimotini qilasiz. Дальше идет уже продажа. Четвертый этап уже дожим. Просто здесь yana bitta момент, mana bu sistema sizda ishlashi uchun sizga не только lead magnitная воронка kerak, а в целом продуктовая линейкani расширять qilish kerak bo'ladi. То есть mana sizda продуктовая линейка bor, a? Lead magnet hozir yo'q. Yoki bormi? Lead magnet надо добавить. Nimaga? Bu chunki bizga холодный трафикda постоянно evergreen воронка beradi bu. Evergreen воронка вечно зеленая, то есть постоянная воронка. Siz progress qilsangiz ham, storiesga chiqsangiz ham, chiqmasangiz ham, misol uchun, Telegram kanalingizni olib borsangiz ham, olib bormasangiz ham, bu sistema ishlayveradi. Это постоянный генератор лидов. Дальше идет уже стартер продуктlar. Starter produktga уже katta tripwire kirib ketadi. Front-end produkt kirib ketadi. Там one-time offer produktlar kirib ketadi. Одноразовый taklif produktlari. То есть bularni produktовый lineykangiz ichiga qo'shimcha sifatida kirgizib ketsak bo'ladi. То есть bu produktlar такой arzimagan summa. 5, 10 там hozir 5, 10, 15 dollardek условно. $30, $50 bo'lishi mumkin misol uchun. Bu nimaga? Bu agarda mana shu varonkani ham yo'lga qo'ysa, nima qilsa bo'ladi? Sizga plus tomoni, siz misol uchun mana qanchadir byudjet sarflayapsiz baribir targetga, to'g'rimi? Xarajat
u xudo biladi qachon u xarajatni chiqarasiz offlayningiz bilan. Misol uchun. Tadbirkorga nima qiziq, tikayotgan pulini sразу chiqarib olish. Iloji boricha qisqa muddatda tikkan pulini chiqarib olish. Nimaga? Chunki o'shanda tezroq va ko'proq pul aylantira oladi o'sha paytda. Infobiznesda bu ham xuddi shunaqa narsa. То есть mikroprodukt, то есть tovar, который arzimagan pulda, misol uchun. No, u tovar sizga объем bermaydi. No, то есть katta marja bermaydi. U sizga pulingizni tez aylantirib olish uchun kerak bo'ladi-da. Agar o'zimizning tilda tushuntiradigan bo'lsam. Bu ham xuddi shu narsa. То есть bu starter produktlaringiz sizga faqatgina pulingizni tezroq oqlashga yordam beradi. Unda siz foydaga kirmaysiz. Yo'q, просто tikkan pulingizni obratdan chiqarib olasiz. No, sizda plus tomoni nima? Baza qoladi. Auditoriya qoladi. Auditoriyaga keyin уже qo'shimcha produktlar ketaveradi. Mana misol uchun, mana front-end воронка haqida gap ketyapti. Front-end воронка. Bo'ldi, ketdi. Kreativlaringiz ishlayapti, targetlaringiz ishlayapti, hammasi baribir воронкаga kiryapti. Buni orasiga misol uchun lead magnitli воронкаga plus front-endni qo'shib ketsangiz bo'ladi. O'shanda nima bo'ladiki, o'sha tizim bot ichiga kiradi. Misol uchun buni har xil воронкасini kombinatsiyalarini qilishimiz mumkin. Mana bu kontentlar. Misol uchun uzun nima uchun kerak? Uzun kimga kerak misol uchun? Qanaqa foyda ko'rsatadi? Mana bu qanaqadir o'quvchingizni keysini ko'rsatsak bo'ladi. Mana bu misol uchun uzunligi ko'p qilinadigan xatolar. Endi uzun anaqa bo'lib qolganmanda, miyamga qo'yib qo'ygan. Atak marketplace'lar в целом, да, вот. Tovarniy biznesda. Agar marketplace'larni esdan chiqaringlar, в целом tovarniy biznes oladigan bo'lsak, то есть tovarniy biznesda nech pul bilan boshlasa bo'ladi? Qanchaga foyda chiqsaga bo'ladi? Qanaqa qilib tezroq foydaga chiqish mumkin? O'quvchilarim natijalari misol uchun. Mana shunaqa har xil kontent tsepojka qilib turib, воронкаning ichida har bittasi oxirida sizni o'shani $10, $15 misol uchun $50 front-end produktingizni aniq qiladi. Предлагать qiladi sotib olishga. Front-end produkt bu nima desa, bu oddiy sizni такой sizni flagmanskiy produktingizni deylik, какое-то базовое предобучение, да, или там флагманский онлайн-курсинgizni demo обученияsi, да, там 3-4 darslik. Или пускай это будет какой-то там онлайн-workshop qanaqadir. Men misol uchun o'zimda shunaqa qilganman. Men misol uchun 7 oy progress qilib o'tirgan bo'lsam, menga u 7 oy progress hech qanaqa rezultat bermaganda, по сути. Men faqat o'sha bu front-end produktni chiqarib, холодный trafikni o'zida olib kirganligim uchun, sразу sotganligim uchun menda normalniy sotib bo'lgan, konversiyasi ham yaxshi bo'lganda. Meni chekim bilan o'shanda yaxshi edi. Sizda ham mana shu narsani qilib ko'rgan bo'lardim, misol uchun, agar sizni anaqangizda turganimda, pozitsiyangizda bo'lganimda. Вот. Хорошо. Buni ketidan keyin уже flagmanskiy produktingiz beriladi. Ya'ni agarda raqamda gaplashadigan bo'lsa, deylik siz tam reklamный byudjet sizda $1000. $1000 ketyapti-da, $1000da sizni misol uchun bilmayman, qanaqa sizni registratsiya narxi, no точно не $1 bo'lmasa kerak endi. 35-50. 35-50. 40 olaydi. 4000 odam bo'lyaptimi shunda? Botingiz ichiga, misol uchun varonkangiz ichiga 4000 odam kiryapti. 4000 tasidan necha foizi sotib oladi o'rtacha $10 produktingizni? $10 produkt sotib ko'rmaganman. Ну, в целом men o'zim konversiyamni aytishim mumkin. 30% edi, a tak 20% ni olsak bo'ladi misol uchun. $800 odam $10 olasangiz $15 qiling. $15 qilsangiz ya, mayli $10 bo'lsa. Sizda уже mana bu narsangiz $10 ko'paytiradigan bo'lsangiz 8000 bo'lib chiqyapti. Да. Слишком даже optimistichni ko'rayotgan bo'lsa ham, mana shuni 2 barobar qisqartiring yana. Чтобы jano pozitivni bo'lib ketmasligi uchun. %10 konversiyani olaman hozir. 10% ni olaman, mana 400 odam $10 dan 4000 bo'lyapti. O'shanda chistisi sizda 3000.
No, siz unga qaramang, вообще qaramang. Bu просто hozir tikkan pulingizni chiqarib oldingiz reklamadan. No, foyda siz bu yerdan ko'rmaysiz-ku. Asosiy foydani siz mana 400 tadan ko'rasiz-ku. Mana. Mana bu siz asosiy marjangiz. Shunaqa. Mashinalarni misol uchun endi bilmadim. Eski konversiyalardan kelib chiqadigan bo'lsak, 400 tasi mana naша задача bularga hozir mana front-end produktni berdik. Endi bizning zadachamiz bularga flagmanskiy produktni berishdi. 400 tadan offline ga chaqiryapsiz-da bularni misol uchun 400 ta bilan alohida ishlayapsiz. Всё. Ular закрытый gruppada, закрытый communityda, закрытый chatda siz bilan alohida kommunikatsiya olib borilyapti. Приблизительно там qanaqadir mikro rezultat qildi. Misol uchun tam 1000 so'm topdi, 2000 so'm topdi-da, misol uchun 1 million topdi, $100 topdi-da. No, хотя бы результат какой-то-da, за короткую дистанцию, там, bir haftagacha bo'lgan distansiyada уже qanaqadir rezultatga chiqib qoldi-da. И 400 dan misol uchun 3% konversiyaga anaqa qila olasiz. Offline ga kelsa sotila oladi. Mana bu yozilgan edi xatda. 55 bo'lgan 400 dan bo'lsa, примерно 30 bo'lsa kerak. 30% ni hisoblang. Ну, sig'diraman hozir. Короче, mana 400 ta odam %30 konversiya bilan 120 ta sotuv degani-da. Это один этап. Допустим, mana 120 tani biz mana bu etapdan olib oldik deylik. Mana mana platniy seminar deyman-da buni. Front-end воронkadan уже 120 ta bor sizda. Agar yana effektivniroq ishlasa, уже anaqa bo'ladi. No, то есть вероятность ko'proq bo'ladi. Agar отдел продаж ustida tepasida tursa, ular bilan отдельный ish olib borilsa, qanaqadir community manager qo'yilsa, который bilan отдел заботы misol uchun qo'yilsa, или переписка qo'yilsa bu yoqqa, уже хороший результат bo'ladi. Bu yerda 120 ta yig'asiz, mana bu yerda sizda yana отдельно lead magnitniy voronkalaringiz ishlayapti misol uchun, VSL voronkalaringiz ishlayapti, который hammasi nima qiladi? Предзапись olib kelyapti. Предзаписьtigilar bilan alohida ishlab turib, ularga hammasiga nima qilsa bo'ladi? Закрытая prezentatsiya qilsangiz bo'ladi. Уже tayyor qilib turgan odamlar. Mashtadan ham misol uchun deylik 50 ta odam yig'arsiz, 30 ta odam yig'arsiz misol uchun-da. O'ttizta odam холодный trafik o'zida. Постоянно. И oxirgi etap misol uchun sizda официальный запускda, misol uchun официальный anons. Butun to'plagan bazangizga misol uchun mana lead magnitniy voronkangizga yana islayapman. Тоже $1000 ketdi deylik. $1000 misol uchun tam lead magnit bo'lgani uchun mayli o'sha 4000 ta registratsiya, 4000 ta registratsiyangizdan misol uchun tam 400 tasi ro'yxatdan o'tadi. И o'tdagi odamlar холодныйroq bo'lgani uchun mayli 40 tasi, 30 tasi sotib olsin, 10%. Registratsiyadan o'tganlarning 10% sotib olsin misol uchun-da. 40 ta odam bor sizda. Всё. Нам остается добить. Bizda уже 180 ta bor, 160 ta bor. Оставшиеся 40 tasini misol uchun третье окно продаж anons qilib, официально прогрев qilib, olib kirib, короче, men уже produktimni ochdim. Xohlasang qo'shilinglar, yo'q, qo'shilmasanglar ham menda уже 160 ta odam уже tayyor. Hozir ham boshlab yuboraman. Deb просто anons berib olsangiz ham bo'ladi. Условно, да? То есть, цифры могут меняться. Men hozir osmondan olgan raqamlarim bu shunaqa bo'ladi degani emas, mana shunaqa sotiladi degani emas. Просто men sizga ideyani tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, bitta okno продажdan ko'ra okno продажlarni ko'paytirish kerak. И har bittasini ketiga ulab ketish kerak. O'shanda idealniy связка topganidan keyin uni masshtabировать qilish kerak. То есть trafik ko'paytirish kerak. Sizda idealniy sxema bo'lgan, idealniy model bo'lgan oldin. Misol uchun
voice chat, offline продажа, misol uchun. Но любой bitta voronkani, любой strategiyani o'zini, как говорится, amortizatsiyasi bor-da, eskirishi bor. Oldingi bergan rezultatni постоянно beravera olmaydi. Та же самая модель не всегда работает. Ее нужно модернизировать, улучшать, yaxshilatish kerak. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Men sizga просто hozir sistemli va formatni qo'shtirib berdim zapuskingizdan tashqari. То есть siz to'g'risini aytaman, мне, например, я, то есть эксперт, да, мне некогда, misol uchun, storieslar chiqarib yurishga menga, желания yo'q unchalik. Как для себя чисто хобби uchun chiqarishim mumkin. Постоянно вести контент, миллионлab рилсlar qilib o'tirish тоже как-то не этот мне. Vaqtim yo'q ungacha, да, не до этого. Поэтому здесь eng oson variant просто trafikni, холодный trafikni теплой аудиторияga konvertировать qilish eng samarali yo'lini topish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, problema многих то, что ko'pchilik zapuskini cho'zib yuboradi, bu выгорание olib keladi. Auditoriyani выгорать qiladi. Перегревается аудитория. Bir xil holatlarda не догревается, bir xil holatlarda вообще перегревается. И переизбыток информации bo'lganligi uchun, informatsiya shunchalik ko'payib ketganligi uchun, chalkashib ketganligi uchun уже bor edi o'radi, oxiri. Shunaqa. Уже webinaringga ham, kursingga ham, o'zingga ham o'radi-da. Уже bu ham minusga ishlaydi. Agar ko'paytirib yuborsa. Поэтому mana sistemada plus tomoni nimada? Sizda уже tayyor naqd pishib turgan odam bormi? Joyida taklifni berasiz-da. Uni kuttirishga qo'ymaysiz-da. U пока sovib qolgunicha, u пока interesi yo'q qolguncha уже vaqt o'tib ketadi-da. Bu yerda siz bo'ldi, varonkaga tushyapti, sразу taklif berilyapti. Mayli, unga misol uchun sizni lead magnitingizdan keyin, давайте hozirroq joyga. Misol uchun siz unga lead magnitni taklif qilyapsiz-da, lead magnitdan keyin misol uchun flagmanni anaqasini beryapsiz. Предзаписini beryapsiz-da. Bo'ldi. Flagmanga o'tyapti-da, qarasaki unga ko'tarmayapti hali. Пока сомневается. Что-то ikkilanib turibdi, shuncha pul to'lashga. Mayli, хорошо, uni o'rniga sразу unga front-end produktni taklif bersa bo'ladi. Front-end produktdan keyin, misol uchun, sразу yana flagmanni bersa bo'ladi. O'shanda ham два варианта. Либо да, либо нет. Так, mana. Либо да, либо нет. Нет bo'lsa, unda front-end kelib ketadi. Bu yerda ham либо да, либо нет. Da bo'lsa, все, zo'r, pulini olinadi. Net bo'lsa, yana keyingi etap, misol uchun, уже downsell produkt taklif qilsa bo'ladi bu yerda. То есть bu sizni flagmanskiy produktingizni урезанный versiyasi. Misol uchun, faqat zapislar. Без обратной связи, без ничего, просто запись senga, mayli, senga 5 million ko'tarmasa, mana senga 3 millionga produkt. Anaqangizda yo'q, продуктовый lineykangizda yo'q. U faqatgina tam отдел продаж orqali taklif qilinadigan produkt-da bu, ma'lumot ochuvchasiga berilmaydi. Va закрытый voronkada bu. Всё. И sizda bundan tashqari yana aktivlaringiz bor, to'g'rimi? Qanaqa desa, sizda misol uchun Instagramingiz bor, нормальный прокачанный misol uchun-da. Sizda Telegramlaringiz bor, misol uchun, нормальный прокачанный-da. U yerda baza. Bu hammasi sizga auditoriya. Nima qilish kerak? U auditoriyadan постоянно voronkaga olib borish kerak-da. Voronkalar qanaqa bor? Misol uchun organika voronka bilan ishlash kerak. Organika voronkani o'zi sizga постоянно generировать qilib berish kerak заявkalarni. То есть, вот, воронка, открытая воронка deylik. Men uni anaqa deyman. FBF. Funnel before funnel. То есть, воронка перед воронкой. То есть, siz asosiy voronkangizga, ya'ni продающий voronkangizga olib kiradigan бесплатная воронка. То есть, открытая воронка. Все, вот какие-то уже сразу открытые воронкали, это там рилсы, какие-то контенты, это рекламу, какие-то блогеров, балабаттарлады, коллаборациялы, то есть sizga trafik kiradi profilingizga. O profilingizga odamlar kirganidan keyin ularni qattiqroq olib borish kerak. Как просто сухой подписчик qolish kerak emas, сухой auditoriya bo'lish kerak emas, uni qattiqroq olib borishingiz kerak. Qattiq olib borish kerak desa, воронкаga, qaysidir produktingizni voronkasiga olib borish kerak bu narsani. Пускай это будет lead-магнит, lead-магнитdan keyin уже продающая воронка, front-end, либо sizni asosiy produktingiz. Вот. И эта система sizga постоянкада ishlaydigan narsa. Doimiy ishlashi. Doimiy ishlaydigan. То есть mana bunaqa narsa emas-da, mana ko'pchilikda mana bunaqa bo'ladi-yu. Idib продажа bo'ladi, tushadi.
ketadi, продажа bo'ladi, yana tushadi. Shunaqa. Ketadi, yana продажа bo'ladi, yana продажа tushadi. Всё. Mana сезонlari. Shunaqa. Bu format немножко другой. Bu misol uchun mana sizning front-end produktingiz u постоянно sotilaveradi. Mana misol uchun sizning flagmanskiy produktingiz bu ham misol uchun mana sotilyapti, ketyapti. Всё. Orada mana запуск, qorasi запуск bo'lsa misol uchun. Запускni qorasi orada. Ketaverasiz. Sizga nima zarari yo'q unda. То есть запуск bu sizga qanaqadir qo'shimcha anaqa bo'ladi, dajin bo'ladi auditoriyangizga, lekin sizda asosiy baribir instrumentlaringiz bor, который sizga tak produktingizni sotib beradi. Всё. Что еще? Дальше уже mayda-chuda instrumentlarni qo'shtirsangiz bo'ladi. Misol uchun tam direct manager qo'ysangiz bo'ladi. Har bitta. Короче, mana bunaqa narsada siz ilik ekspertlarchi mana bunaqa narsa. Ekspertlar bittada katta pul tikaman deb o'ylaydi-da, lekin u katta pul ularga kutilgandek natijani olib kelib bera olmaydi baribir. Misol uchun webinariga palon minglar ketkazib yuboradi ko'pchilik. Webinarni model vaholanki hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Qachonki объем bo'lsa, o'shandagina webinar o'tkazsa stoyt. Но когда нету там миллионный аудитории, misol uchun-da, там milliardlab odamlar sizning storieslaringizni ko'rmasa, boshqa qilmasa, sizga vovlechonniy bo'lmasa, sizga ishonmasa, loyallik bo'lmasa, kirmaydi u odamlar sizning webinaringizga. Sizni birinchi marta ko'ryapti, u odam скорее всего kirmaydi varonkangizga ham, webinaringizga. Misol uchun kutib o'tirmaydi o'sha tim bo'la. Qachon uni webinari boshlanarmikan? Qaysidir bir palonchi pistonchi iyunida soat 20:00 da, misol uchun. Тебе нафиг deb. Undan ko'ra botda agarda auditoriya kam bo'lsa, axvat unaqa katta bo'lmasa, auditoriya, vovlechonность, loyalность, brend ambasadorlar, misol uchun, fanatiklaringiz unaqa ko'p bo'lmasa, здесь важна эффективность. Tasavvur qiling, sizda faqatgina 100 talik bor. 100 talik bilan qanaqa ishlaysiz? Maksimalni ishlaysiz, to'g'rimi? Ularga maksimalni sotishga harakat qilasiz. O'sha konversiyani ushlab turib, o'sha 100 ta odamlik anaqangizni konversiyangizni ushlab turib, misol uchun 30%, 40% lik konversiyani olibdi, xuddi o'sha narsani дальнейшем keyin masshtabировать qilish kerak. O'shanda sizda anaqa buzilmaydi. Samaradorlik yo'qolmaydi. 100 ta odam bilan qanaqa samaradorlik qilyapsiz-da, agarda o'sha narsa oldiga yana bitta nol qo'shsangiz, keyin yana bitta nol qo'shsangiz, уже o'zgaradi. Misol uchun bo'ladi, tushadi baribir. Слишком tushib ketmaydi-da. 5% ga tushib ketmaydi, слишком. O'sha effektivnost yo'qotish kerak emas. U uchun har bitta auditoriyaga, har bitta sizga murojaat qilayotgan odamga iloji boricha boshini silab, anaqa qilish kerak. Har bitta qiziqqan odamni qolishga harakat qilish kerak. U uchun тоже опять-таки воронкаlar, har xil открытый воронкаlar, закрытый воронкаlar, ular bilan gaplashib, xuddi siz bilan gaplashayotgandek bo'lish kerak-da ular. Mayli, anaqalar o'tirsin, menejerlar o'tirsin. Misol uchun, или там community qanaqadir перепискаchilar o'tirsin. Siz bilan xuddi bir gaplashayotgandek bo'lsin-da. Siz onda-sonda kiringda, directga misol uchun qanaqadir голосовой tashlab qo'ying. Bo'ldi, fanat bu sizni. Любой narsangizni qiladi. Ertaga siz haqingizda gapiradi-da. Boshqa tashqarida, ko'chada misol uchun tanishlariga. Вот. Bundan tashqari yana bitta produkt qo'shardim. Bilmadim bu narsani qilganmisiz, qilmaganmisiz? Iloji boricha Slack Adjuster degan produkt bor. Slack Adjuster produktingiz u premialniy produkt. U уже hammaga ham misol uchun anons qilinmaydi, hammaga ham bu narsa ochuvchasiga sotilmaydi. Nimaga? Chunki premialnostligini ushlab qolish kerak-da, baribir. Anaqa emas bu. Rolton emas-da bu, чтобы просто взять полки и купить, да? Это там, misol uchun, прям мраморная говядина. Не всем dano это продукт брать. И, короче, bu produktingizni o'sha 5000 ga sotasizmi, misol uchun 3000 ga sotasizmi, necha pulga sotsangiz ham, bu такой закрытая группа sizda. Master gruppa. Buni konsepsiyasi уже boshqacha. Agar sizni flagmanskiy produktingizni konsepti 0 dan
uzumda savdo qilish bo'lsa yoki tam marketplacelarda savdo qilish bo'yicha botda уже konsepti boshqacha. Tam misol uchun savdo qilyapsanmi anaqada marketplace'da bo'ldi. Bu produktning mohiyati senga plus 0 qo'shib berish. Topayotganingni yoniga yana bitta 0 qo'shish. Mana bu produktning temasi. То есть undan oldingi produktingiz sizda 0 dan start bo'lsa, 1000 gacha, 10 minggacha bo'lsa, botda уже 10 mingdan masshtabировать qilish kerak. Kimnidir, sizlarda baribir konsepsiyasi har xil bo'ladi-yu. Uni konfiguratsiyalariga qarab, sohasiga qarab, nima sotishiga qarab oshirasizlar-yu. No, в целом ideyani tushundingiz-ku, что hozirgi savdosini to'g'ri joylarini to'g'rilab, to'g'ri joylarda endi bizda marketingda bu voronkalar, strategiyalar, связкаlar, konversiyalar, sizlarda endi bu o'zinglarni instrumentinglarda endi baribir sotuvchi marketplace'lardagi instrumentlar, описанияsi, kartochka tовара и так далее. Уже mana shu narsani to'g'rilab turib, короче, savdosini oshirish. Mayli u odamlardan misol uchun 10 ta oling. 10 ta odam bu zotda sizga eng zo'r keyslar bo'ladi-da. Mana bu novichok keyslar bo'lgandan ko'ra bu уже такой премиальный keyslar. Balkim sotgandirsiz bunaqa produktlaringizni o'zingiz bilmagan holatda kimdir kelib sizdan so'ragan paytida misol uchun tam nastavnichество bormi или там закрытый группанgiz bormi? Но iloji boricha buni ham regulярный продажаga qo'yib qo'yish kerak. Постоянкаga. Ham ishlash kerak, tizimli ishlash kerak. А лучше bu produktni предлагать только тем, кто уже учился во флагманском продукте, deyman. Flagmandagi odamlarga bu narsani taklif qilish kerak. Novichoklarga bu narsa to'g'ri kelmaydi-da. Или же наоборот. Mashina uchun, то есть премиалка uchun alohida воронка. Премиальный воронка bo'ladi-da. Вот. В целом. Agarda men marketplace bo'yicha kurs qilganimda mana shunaqa sotardim. Da. Menga ancha tushunarli bo'ldi bu. Tushundingiz-da, самое главное. Да. Ancha tushunarli bo'ldi. И нету тут такого, что выгорание, усталость, апатия, лень, уже сторisi, obod. Это, rilzni olishim kerak, bor studiyani gaplashdingmi? Hozir boraman. Yo'q, deb unaqa narsalar uchun то есть конкретный qanaqadir определенный kontentlar заранее olib qo'ygansiz, и bu ishlayveradi. Bormisiz, yo'qmisiz, trafik ishlasa bo'ldi. Самое главное trafik. Da. Tushundim buni. Katta savolingiz bor. Пока что menimcha savollar o'ziga qolmadi savolim. Hozir menda o'sha выгорание bo'layotgan joyiga yechim bo'ldi-da. Да. Bu, поверьте мне, проблема всех экспертов. Уже ishlab kelayotgan ekspertlarning реальный problemasi. Hali ishlab ko'rmagan ekspertlar hali bu narsani tushunmaydi. Hali выгорание nimaligini tushunmaydi u. Shunaqa. Menda o'sha выгорание bo'layotgan webinar. Да. Это проблема многих. Поэтому вебинар bu asosiy okno продаж bo'lish kerak emas, bu страховочный variant bo'lish kerak. Zapaskada bo'lish kerak. Lekin sizdan asosiylari o'zi ishlash kerak. Da. Menimcha savol qolmadi menda. Zo'r. Unda хорошо. Men sizga yana qo'shimcha воронка qanaqa borligini aytishim mumkin. Olmasga ko'rsataman. Nimagadir bor. Qarang. Agar mabodo yana воронкаlar qo'shtiraman desangiz, bu yerda har xil воронкаlar qo'shtirsangiz bo'ladi. Kстати, продуктовый lineyka ham har xilini qo'shsangiz bo'ladi. Upsell, downselllarni aytib ketdim. Downsell aytib ketdim, upsell aytib o'tirmadim. Xo'p, премиальный produktlar uchun воронка qilsangiz bo'ladi. Mana Slack adjusteries uchun. Boyaga. Keyin flagmanskiy воронкangiz o'ziga. Keyin открытая воронка, misol uchun bu открытая воронка, organikingizdan yoki boshqa источникlardan odamlarni o'tdan bu yoqqa o'ynatish. Telegramdan Instagramga o'tkazish, Instagramdan botga o'tkazish, botdan misol uchun YouTube'ga o'tkazish и так далее. То есть aktivlaringiz har xil-ku sizda.
O'shalarni o'tdan taqqa olib o'tishda bu. Закрытая воронка bu продажа. Bu yerda nabor, misol uchun nabor auditoriy, a bu yerda o'sha yig'ilgan auditoriyaga продажа. Дальше уже stories orqali уже и так bilasiz. Бесплатный, платный mastер-klasslar, это тоже front-end produktlar. Keyin efirli разбор. Misol uchun bu sizlarning voice chatlaringizni olib borilish uchun progress elementlari. Bor aktivlar bilan ishlash, то есть baza bilan ishlash. Webinar и автовебинарный воронкалар bor, marafonli avtomarafonli воронкалар bor. То есть bir marta o'tkazasiz, дальше уже buni ham как lead magnet sifatida ishlatsangiz bo'ladi. То есть автовебинар, который siz ham нормально ketaveradi. Evergreen воронка, постоянно, вечная зеленая воронка, система, которая постоянно работает. Frontend воронкani tushuntirdim. U qanaqadir коробочный produkt bo'lishi mumkin sizda. U коробочный produktingizni keyin постоянкада sotib ketsangiz bo'laveradi. То есть пускай это будет там какой-то, ну, скажем так, мастер-класс какой-то, да, там, или воркшоп qanaqadir, или там qanaqadir, я не знаю, интенсив, мини-интенсив, там, старт у Zoom'da, misol uchun, или старт в этом Яндекс.Лайн chiqib ketgan hozir. Вот. Shunaqa. Да. Там быстрый старт marketplace, там misol uchun. Вот. Qanaqadir mikroproduktlar qilib intensiv qilib qo'ysangiz bo'ladi, который sotiladi, oxirida bu ham keyin sizni flagmanskiy produktingizni sotadi. Дальше уже VSL воронка, дальше PLF воронка, паутина вечных воронок. Вот это уже Reels воронкалari, organic трафик, многоуровневый этап, u men aytgandek, там уже несколько окон продаж, misol uchun 3 ta, 4 ta sotuv jarayonlari bo'ladi. Там faqat webinar emas, faqat offline бесплатник emas, многоуровневый запуск, bu. Kaskadная модель, lead magnet уже tushundingiz. Direct воронка уже bitta community bilan anaqa qilib qo'yish, iloji boricha индивидуальное общение, персонализированное сообщение в директе, misol uchun faqat qanaqadir bot orqali shablon narsalar emasda, a реально персонализированный kommunikatsiya. Iloji boricha buni там прям до запуска qilish kerak, уже как раз таки закрытый воронкаlar, открытый воронкаlar ishlayotgan paytida. O'shanda konversiyasi zo'r bo'ladi. Дальше уже автооплата и FBF, воронка перед воронкой. То есть вот. В целом. Bizda автооплата ishlayaptim. Manda ishlagan автооплатаlar. Ishlagan. $35 produkt. Короче, manda anaqa bo'lgan. То же самое, то есть manda workshop bo'lgan. Трехдневный. Bu mani front 3 kun bo'lgan. Bu mani front-end produktim bo'lgan, front-end varonkam bo'lgan. То есть men qanaqa qilganman? Menda misol uchun mana trafiklar ketyapti, har xil tam kreativlarim bilan. Kreativlarim mani botga olib tushyapti-da. Botdan keyin har xil SMSlar kelyapti. Seriya pismda. U seriya pism VSL ga olib tushyapti. Продающий anaqaga. VSL 1 o'tdi, VSL 1 o'tganidan keyin yana ketdi content. Element прогрева, уже сразу. И VSL 2 ketyapti menda. Дальше уже keyin сразу ularga front-end produkt taklif qilingan. Front-end produkt narxi там $35 edi. 460 mingmi shunaqa edi. Plus-minus. Esimda yo'q уже. И короче, front-end produkt olingan. O'shanda biz qanchadir boshida расход qilganmiz, 1000-500 ming расход qilganmiz-da. Keyin уже mana buni продажasi bizga 3 barobar qaytib kelganligi uchun uni o'zini pulini o'ziga tikkanmiz. Bo'ldi. Boshida mana buni chiqarib olganmiz. Keyin уже 1,5 ming bo'lib qaytib kelgan joyida biz 1,5 mingni yana o'ziga tikkanmiz. Keyin yana 1,5 mingdan chiqarib yana o'ziga tikkanmiz. Xullas bu summa bizda ham 7 ming, 10 minggacha chiqqan edi. O'shanda bizda taxminan plus 250 ta auditoriya yig'ilgan. O'sha 250 ta auditoriyaga biz 40 ta, 50 ta sotib o'qganmiz. Produktni narxi 4 ming, 5 ming. Tushunarli. Mana shu narsa ishoning, menga zo'rroq effekt bergan. Chim men bitta landing page storieslar yasab yurganimdan ko'ra-da. Ancha effekt bergan. Da. Siz yozib berganingizdek oson bo'lsa yaxshi. Chizganchalik oson bo'lsa. Protsessda уже chiqib keladi hamma anaqalari. Подводный каменlari. Вот. Tushunarlik. Agar qiziq desangiz,
Banda yana bitta taklifim bor. Bizda men produktim bo'ladi mani, o'zimmi. U в основном o'sha biznes egalari, mutaxassislar yoki ekspertlarga mo'ljallanganda. То есть это не prodyusirovание haqida emas, faqat запускlar haqida emas, a bu yerda ko'proq воронка marketing haqida. Bu yerda mana shu narsalarga chuqurroq kirishsak bo'ladi. Bu sizni mentorskiymi deyman? Shunaqa. O'tdagi plyus tomoni nimada? Ko'pchilikda mana bunaqa-ku. Offline darslar hammaga bir xil temalar-ku. Bu yerda personalizirованный. То есть mana Dona opamga nima to'g'ri keladi? То есть Dona opani o'zining strategiyasidan kelib chiqqan holda, mana mana strategiyalardan kelib chiqqan holda, ularga to'g'ri keladigan, mos tushadigan strategiyalar, instrumentlar beriladi. Sizga misol uchun kerak emas 99 ta neeffektivniy narsa. Misol uchun qanaqa bir parikmaxer kelyapti, yoki stomatolog kelyapti, unga misol uchun boshqa instrumentlar, boshqa strategiyalar berishi mumkin. Lekin ular ishlatayotgan narsani siz infobiznesda ishlatmaysiz, misol uchun. Или даже просто infobiznes o'zida ham oladigan bo'lsak, nisha marketplace'ов и nisha psixologiya misol uchun. Ikkita har xil narsa, ikkita har xil produkt, ikkita har xil auditoriya, ikkita har xil narx, ikkita har xil ekspert. U Dona opaga to'g'ri keladigan narsa, misol uchun palonchiga to'g'ri kelmaydi. Palonchiga to'g'ri kelgan narsa Dona opaga to'g'ri kelmaydi, misol uchun. Bu yerda konsept shunaqa. То есть har bitta kelayotgan odamga sohasidan kelib chiqib, zaprosidan kelib chiqib, strategiya tuzamiz. O'sha strategiya bo'yicha biz 2 oy davomida ishlaymiz. То есть qayerdadir instrumentlarni qo'shamiz, qayerdadir kerak emas narsani olib tashlaymiz umuman. O'zgartiramiz konfiguratsiyani, instrumentlarni и личности. То есть mana shu 3 ta narsa bilan ishlaymiz. Marketing, sotuv, управление. То есть управление там, misol uchun sizni biznesingizda это отдельное управление. Но когда речь идет про управление командой именно запусков или инфобизнеса, это отдельная команда, да? Kimlar kerak bo'ladi? Project, misol uchun community или там отдел продажda nechta odam bo'lishi kerak? Отдел продаж in-house bo'lsinmi yoki outsource bo'lsinmi? И qaysi formatda ikkalasi bilan ishlash kerak? Qanaqa условияlar bilan, misol uchun. Дальше trafik temasi, воронкаlar temasi, стратегия и так далее. Продукт, философия продукта, там вообще экосистема внутри продукта, методология продукта. Плюс ko'p mavzular. Да. Вот. Shani aytib ketolmas. Buni o'ylab ko'raman. Chunki по-любому men o'zim anaqa qila olmayman. Qizlar bilan maslahatlashishim kerak, qizlar qilish kerak. Да, желательно сразу команда bilan подключаться qiling, bu yoqqa. Chunki bitta o'zingiz olib keta olmaysiz, baribir. Shuncha объемni. И сразу видно. Hozir menda 2-3 ta zapusk tovarniy biznesim turibdi, uni ko'rishim kerak. O'zingizni marketplace temalaringizmi? Yangi tovarkalarni zapusk brend. Короче, yangi brendlarni zapuskini qilishimiz kerak. Хорошо. Ну, в целом, всё. Да. Tushunarlik. Rahmat sizga. Menimcha savolim пока что yo'q. Videoni qo'yasiz shekilli. Anaqa beraman, zapisni beraman. Ko'raverasiz. Avtobni. Всё. Okey. Dona rahmat. Salomat bo'ling, savollaringiz bo'lsa, ketaveramiz. Xo'p.